urgan qol. Syomka qilishga haqqingiz yo'q. Mana milisani yo'llangani, mana kim? Meni shaxsiy kameramda buryapti mana. Shaxsiy kamerangiz birodar uyga qarab turmas. Meni devorimga chiqib, shaxsiy kameram buryapti. Mana yo'llangan bularga. Mana bu yerda bemalol Mana tegishli joyga borib javob beradi o'zi. Mana bu tomonni kuzatavering bemalol. Sizga hech kim qarshilik qilmaydi, lekin Sizdan so'ramaymiz. Men o'zimda nimani ta'minlab qo'yibman. Ol, nima olmaysan meni haqorat qilganini? Mana aka. Nima olmaysiz? Sizni hech kim haqorat qilayotgani yo'q, opa. Men hay kamerasida tushgan. Qizim ham qolmaydi, o'g'lim ham qolmaydi, nevaram ham qolmaydi. Jalabdan olib, jalabga Haqorat soladi. qilgan bo'lsa murojaat qiling, qonuniy javobini beradi, opa. Mana biz uyimizga qarab kamera Hali qo'yib bizni qo'ygan. devorga qarab qo'yib- Lekin unga bu kishi teginlasha olmaydi. Lekin biz mana kameramizni hozir burib qo'yib ketdi mana. 2 kundan beri shularni yonini oladi, keladi bu kishi. 2 kundan beri shular taraf, shu taraf. Shu qo'shnimizdan bilmayman, pora olganmi, nima qilgan bilmayman. Faqat shu kishilarni keladi. Mana biz uyimizga qarab turibdi kamera. Tegin olmaydi unga. Rahmat sizga, opa. Qonuniy holatini qaytib qo'yganingiz uchun sizga rahmat, opa, maylimi? Lekin ijtimoiy tarmoqqa qo'ysangiz bo'ladi. Qo'yaman. Javobim beraman, qo'yaman. Siz bemalol kelib ish qilib ketyapsiz-ku. Men davlat xodimiman. Davlat biz uchun ham ishlashingiz kerak. Biz uchun mana kamerasini qo'yib qo'yibdi-ku. Uyingizda mana qarab qo'ysa bo'ladi. Mana qo'yib qo'yibdi-ku. Ayni kamerani. Ikkalangizga qo'yib. Nima farqi bor? Nimaga bunga teginasiz? Bu ham qo'yilgan edi. Birovni hovlisiga qo'ymang, opa. Birovni hovlisi emas. Birovni hovlisida yo'lda eshik bo'ladi. Xo'pmi? Birovni hovlisida eshigi bo'ladi. Opa, sizga men tushuntirdim. Tushundingizmi? Yana meni uyimga qo'yib qo'yibdi, unga teginmaysizlar-ku. Yoqqa kel.